21-asr bilim, tafakkur va intellekt raqobati avj olgan davrdir. Dunyo jamiyatlari taraqqiyot bosqichiga chiqish uchun avvalo ma'rifatli, keng dunyoqarashli, zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega yosh avlodni tarbiyalashga katta e'tibor qaratmoqda. Zero bugun poydevori qo'yilayotgan intellektual salohiyat ertangi kunning iqtisodiy, madaniy va ijtimoiy taraqqiyotini belgilab beradi. Shu ma'noda ma'rifatli yoshlar buyuk kelajak bunyodkorlari degan g'oya mamlakat rivojlanishining asosiy tamoyillaridan biriga aylangan. Ma'rifat bu nafaqat bilim, balki fikrlash madaniyati, insonning jamiyatga munosabati, maqsad sari intilish kuchidir. Ma'rifatli yosh atrof olamni teran tushunadigan, to'g'ri hukm chiqaradigan, yangilikka ochiq bo'lgan shaxsdir. Bunday yoshlar jamiyat taraqqiyoti uchun asosiy harakatlantiruvchi kuch sanaladi. Bugungi globallashuv davri yoshlar zimmasiga yanada katta vazifalarni yuklamoqda. Chunki dunyo rivoji endi boy resurslarga emas, balki bilimli inson kapitaliga tayanmoqda. Shunday ekan, kelajak bunyodkorlari bo'lmish yoshlar zamonaviy texnologiyalarni chuqur o'zlashtirishi, chet tillarini bilishi, innovatsion g'oyalar yaratishga intilishi, ijtimoiy faollik oshirishi, milliy va insoniy qadriyatlarga sadoqatli bo'lishi kabi sifatlarni shakllantirishi talab etiladi. Ma'rifatli yoshlar istalgan sohada taraqqiyotning hal qiluvchi omiliga aylanadi. Bunga misol qilib, birinchi navbatda fan texnika rivojidagi yoshlarning hissasini ko'rishimiz mumkin. Bugungi kunda aksar ilmiy kashfiyotlar, IT, biotexnologiya, muhandislik, sun'iy intellekt kabi sohalardagi yutuqlar aynan yosh olimlar va mutaxassislarga tegishlidir. Intellektual salohiyatning kuchayishi davlatning iqtisodiy salohiyatini ham oshiradi. Ikkinchidan, ijtimoiy hayotda faollik. Yoshlar demokratik islohotlar, fuqarolik jamiyatini shakllantirish, jamoatchilik nazorati va ijtimoiy adolatni qaror toptirish jarayonlarida faol ishtirok etmoqda. Ularning yangicha fikrlashi va tashabbuskorligi jamiyatni yangilashiga undaydi. Uchinchidan, ma'naviy tiklanishning bosh omili bu yurt ma'naviyati, madaniyati, qadriyatlarini asrash va rivojlantirishda ma'rifatli yoshlarning roli beqiyosdir. Ular o'z fikri, odobi, vatanparvarligi bilan jamiyat uchun ibrat bo'la oladi. Zamonaviy tadbirkorning yo'lga qo'yayotgan yoshlar yangi ish o'rinlari yaratmoqda, eksport ko'rsatkichlari oshmoqda, innovatsion iqtisodiyot rivojlanmoqda. Bu esa mamlakatning raqobatbardoshligini kuchaytiradi. Ma'rifatli avlodni tarbiyalashda ta'limning roli qanday deganda, yoshlarning ma'rifatli bo'lib yetishi avvalo ta'lim-tarbiya tizimi sifatiga bog'liq. Maktabgacha ta'limdan tortib oliy ta'limgacha bo'lgan har bir bosqich shaxsning fikrlash doirasi va bilim boyligini shakllantiradi. Bunda maktab va universitetlarning roli ahamiyati katta. Zamonaviy ta'lim jarayoni yoshlarni mustaqil fikrlash, ijodiy yondashish, tahlil qilish, muammolarni hal etish kabi ko'nikmalar bilan qurollantirmoqda. Interfaol metodlar, zamonaviy texnologiyalar, raqamli darsliklar, xalqaro dasturlarning qo'llanishi bilan sifat oshirmoqda. Yana ustoz shogird an'anasi katta e'tibor berishimiz kerak. Ustoz bu faqat bilim beruvchi emas, balki murabbiy, tarbiyachi va hayot yo'l yo'riqlarini ko'rsatuvchi shaxsdir. Ustozlar ma'rifatli avlodni voyaga yetkazishda eng muhim kuchdir. Ma'rifatning asosiy manbai kitob. Kitob o'qiydigan yosh hech qachon fikrsiz, maqsadsiz, dunyoqarash cheklangan bo'lmaydi. Shuning uchun ham kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish kelajakni nurafshon qiladi. Bugungi dunyoda raqobat innovatsiyalar orqali amalga oshmoqda. Shuning uchun ma'rifatli yoshlar startap loyihalar yaratish, ilmiy tadqiqotlar olib borish, IT va texnologiyalarni ishlab chiqish, raqamli iqtisodiyotda faol bo'lish bilan jamiyat taraqqiyotiga hissa qo'shmoqda. Innovatsion g'oyalar jamiyatni tezkor rivojlanishga olib keladi. Yoshlar o'z bilim va iste'dodi bilan yangi mahsulotlar, texnologiyalar yaratib, mamlakatning eksport salohiyatini oshiradi. Ma'rifatli bo'lish avvalo komil inson bo'lish demakdir. Bu esa quyidagi sifatlarni o'z ichiga oladi. Vatanparvarlik, halollik va poklik, ijtimoiy mas'uliyat, birovning mehnatiga hurmat, ota-ona va ustozga ehtirom, yaxshilik qilishga intilish. Ma'rifatga ega yoshlar zararli oqimlar, yot g'oyalar, jaholatga qarshi eng kuchli qalqondir. Shuning uchun yoshlarning ta'limi bilan birga tarbiyasi ham e'tibordan chetda qolmasligi kerak. Xulosa qilib aytganda, ma'rifatli yoshlar buyuk kelajak bunyodkorlari degan fikr nafaqat shior, balki taraqqiyotning real mezonidir. Har bir ma'rifatli yosh jamiyatning eng katta boyligi, eng qudratli salohiyati va eng ishonchli tayanchidir. Kelajakning ravnaqi, davlatning qudrati, xalqning farovonligi
aynan ma'rifatli avlod qo'lidadir. Shuning uchun bugungi kunda yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularning ta'lim-tarbiya olishi, innovatsion g'oyalari va kasbiy rivojiga yo'l ochib berish buyuk kelajak sari qo'yilgan eng muhim qadamdir.